Real Madrid degan ashulani qo'ysak bo'ladimi? Historia que tú hiciste, historia por hacer. 90 shunda 1.600.000 berasizmi? Real taksi meni kechiringlar. Hamma aytadi, futbol nom bermaydi, nomi berar ekan. Real bo'lib turib, Barsa degani qanday o'rmayapsiz? Ayni bitta xatoyimizni kutib yasharganda Barsachilar ham. Quyidagi murabbiylardan qaysi biri El Clasico'da ham Realda, ham Barselonada murabbiylik qilgan? Obbo Realchilari! 2010-yili 5-0 ga Barsa yutgan. Chunki o'sha yili Barsa vobchi gegemon tarkib bilan bo'lgan. Real umuman hech qachon yutmagan. Nimalarga qodir, pul nimalarga qodir? Va javob noto'g'ri. Uzr aka oldi bantini. Alaykum assalom. Yaxshi o'qilmadi. Aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ismingizni so'ramabman? Javohir aka. Javohir, meniki Navruz, tanishgandan xursandman. Real taksi kompaniyasi bir kuni taksida loyihasiga xush kelibsiz. Sizga bepul poyezdka taklif etiladi va bilimdonlar bugun soqa topadigan kun. Sizga savol beraman. Birinchi savolni javobini to'g'ri topsangiz, variantlari bilan beraman 50 ming so'm. Undan keyingi savollarning to'g'ri javobiga esa 2x ta o'ynaveramiz. Ya'ni 100 ming, 200 ming, 400 ming, 800 ming. Manzilimiz yakunlab tugaguncha bemalol o'ynaveramiz. Qarang, bitta savol bor, ana mabodo birinchisini topsam, ikkinchisini topolmasam kuyib ketmaydi. Yo'q, plyus qoladi. U tomondan ko'nglingiz to'q bo'lsin. Xo'p, sizga fandan beraymi, tarixdan, sportdan beraymi, nimadan sizga savol beraman? Sport bo'lsa yaxshi bo'ladi. Sport. Qaysi sport turini yaxshi ko'rasiz? Futboldan bering. Futbol. Realmi, Barsami? Real. Historia que tú hiciste, historia. Realchilar diqqat qilinglar, Barsachilar sizlar ham diqqat qilinglar. Xo'p, Javohir aka edi. Javohir aka, sizga bo'lmasam El Clasico deydimi? El Clasico, Real Barsa o'ynagan o'yinlar, ha? El Clasico bo'yicha savollar beraveraymi? Bo'ladi. Xo'p, demak, hurmatli bilimdonlar, bunaqasi bo'lmagan. Kulminatsion nuqta El Clasico bo'yicha bir kuni taksilar loyihasida savollar ilk marotaba berilyapti. Let's go. Quyidagi murabbiylardan qaysi biri El Clasico'da ham Realda, ham Barselonada murabbiylik qilgan? Bilasizmi yo variantlarni taqdim etaymi? Variantlar taqdim etamiz albatta. Demak, A varianti Luis Enrique, B Carlo Ancelotti, C Johan va D o'sha mashhur Zinedine Zidane. Johan Cruyff demoqchimiz shunda? Johan degan. Ha, Johan Cruyff. Johan Cruyff. Ha. O'ylab o'tiraman. O'sha Johan Cruyff. Lekin Javohir aka do'stimga qo'ng'iroq imkoniyati mana shuni qilaylik, keyingilarga ishlatamiz. Bilasiz, meni maqsadim sizni pul yutishingiz. Yo'q, mayli aka, mana shu. Keling, adashtirmang, iltimos. Mana shuni qilaylik, mayli. Tavakkal. Aka, bir o'ylab ko'ring, sizga yana ozgina vaqt beraman. Carlo Ancelotti Barsada murabbiylik qilmagan, Zinedine Zidane umuman faqat Realda bo'lgan. Yana bitta kim edi? Xo'p. Carlo Ancelotti, Luis Enrique Realda. Johan Cruyff. Telefon qilaman. Hozir ashtiga bilan. Telefon qilaman. Yana telefon qilsam bo'ladi keyin? Yo'q, faqat bir marta do'stimga qo'ng'iroq imkoniyati. 50 mingmi? Ha, boshlaylik, keyingilari 2x ta ketaveradi. Kim beryapti? Hozir 50 ming. Assalomu alaykum, Vahop aka, juda ham tez gapiraman. Hozir xullas men bitta ko'rsatuvdaman, taksida, xullas savol berishgan, menga javob berishim kerak. Qarang, El Clasico'da ham Barsada ham Realda murabbiylik qilgan anaqa bor ekan. Trener. Murabbiy. Kim o'sha? Variantlar qarang. Zinedine Zidane, Johan Cruyff, Carlo Ancelotti, Luis Enrique. Luis Enrique, to'g'rimi? Ha. Luis Enriquemi? Ham Realda ham Barsada murabbiylik qilgan. Chetdan chapga yur. Luis Enrique. 100 tali-a? Ha, Luis Enrique. Bo'ldi. Mana shunday qolaylik. 100 tali degan nima degani? Yo'q, aniq degan. Siz aqli gruppadoshim. Shuncha biz o'zimizning gapimiz bor. Bo'ldi, mana shu javobda qolamiz. Qo'yib o'tiring. Yuqorida kim aytdingiz? Johan Cruyff degandim, yo'q, undan qaytib oldim, bo'ldi. Hop, Real Barsachilar. Obbo Realchilari, xushyorsizlar. Xo'p, demak, 1 2 3 4 5. Bo'rzakon, rahmat.
Xo'p, navbatdagi savolimiz aka. 2023-2024 mavsum El Clasico La Ligada umumiy qanday hisob bilan yakunlangan? Variantlar bering, bilar esingizda bormi? Umumiy. Общий shu yil mobaynida, to'g'rimi? Ha, 2023-2024 mavsumda La Ligada общий hisob necha bo'lgan? Ikkita o'yin bo'lsa, bittasida 2-0, bittasida 3-2. Ha, variant beringchi. 2 bormi ikkinchida? Xo'sh. Haqiqatdan ham realchilar hamma yo'q esinglarda turadi. A variant 1-1, B variant 2-2, C variant 1-2, D variant 2-3. 2-3. Shunaqami? Oxirgi variant 2-3. Shunda Real yutgan bo'lyapti, to'g'rimi? Xo'p, foyda Real hisobiga, ha. Ha, o'sha 2-3. Chunki 1-0 ga yutmadi umuman. Ikkita 1-1 2-2 dedingiz, to'g'rimi? Durang o'ynamadi, Real yutgan 3-2. Shu. Zohir aka, hech o'zingiz ham misol chet ellarda o'sha bo'ladigan El Clasico'larda to'g'ridan-to'g'ri maydonda kuzatganmisiz yo imkoni yo'q? Lekin Ispaniyada o'sha Barsan o'yinchilarini o'yinini ko'rganman lekin. Qayerda? Shu O'zbekiston bilan Ispaniya o'ynagan. Shunda hozirgi Fermin Lopes degan o'yinchisi bor, Fermin. O'sha o'yinchisi Ispaniya terma jamoasi bilan kelgan, shunda ko'rganman. Tushunarli. Demak, 2023-2024 El Clasico La Liga mavsumi, demak, umumiy hisobda o'yin mavsum 2-3 hisobida Real foydasiga bo'lgan degan variantda qoldingiz va bu javob to'g'ri. Endi Zohir aka 2x ga aylandi, ya'ni 100 ming yutib olasiz. Tugab qolmaydi. Manzilga borib qaytamiz dedingiz-a? Qaytgunimizgacha bemalol o'ynaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aka, tabriklaymiz. Har kuni chaqirib turay, yetib turasizmi? Stop it. 1187 mana shunaqangi loyihada o'ynayman deganlar 1187 chaqirib turasizlar. Faol mijozlarimiz uchun kerak bo'lsa maxsus boramiz ham. Kommentariyaga yozib qoldiringlar, qaysi manzilda borib o'ynaylik shu o'yinni. Real Madrid qaysi yili Barselonani UEFA Chempionlar Ligasida mag'lub etgan? Savol tushunarlimi? Barsa Realni Chempionlar Ligasida qaysi yili, to'g'rimi? Qarang, Real Madrid qaysi yili Barselonani UEFA Chempionlar Ligasida mag'lub etgan? Variantlar bormi? Bor. Bu futbol tarixi boshlangandan beri, to'g'rimi? Ha. Demak, variantlar: A 2009-yili, B 2011-yili, C Real hech qachon Barselonani Chempionlar Ligasida yutmagan, D 2002-yili. Xo'p, 2009 bilan 11 da o'ynamagan ham, 2002 ni bilmayman. Telefon qila olmayman, to'g'rimi? Do'stimga qo'ng'iroq imkoniyati tugadi. Shuni 2x emas, o'sha 50 ming qoldirsak, telefon qilsam bo'ladimi? Yana bir imkoniyatimiz bor. Sizning oldingi mijozimiz bizga yaxshi g'oya berdi va bu g'oya mijozlar manfaatiga ishladi. Ya'ni 4 ta variantdan ikkitasini olib tashlash varianti. Ha, to'xtab turingda. Real umuman hech qachon yutmagan. Xo'p, asos bormi, fikr bormi bu? Chunki qarang, 2002-yili buni unutib turaman, mayli. Tavakkal, chunki bu yerda bor-ku, normalmi? 2009 bilan 11 o'ynamagan umuman. Lekin men Real bilan Barsani Chempionlar Ligasida o'ynaganini umuman eshitmaganman, to'g'risi. Agar mabodo hozir yana bir o'yin qolsa, bu to'g'ridan o'tganimda. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, siz demak, variantlar ichida hech qachon mag'lub etmagan. Yo'q. degan variantda qoldingiz. Yana bir o'ylab ko'rishingiz mumkin, Javohir aka. Yo'q, birga o'ynamagan aka. Javobni chiqqaningizda aytaymi yoki hozir aytay? Hozir aytavering. Men ichim qizadi bo'lmasam. Javohir aka? Ha? Javob to'g'ri. Uchta savol uchalasini topdimmi? Ha. Pulni chiqqaningizda beraymi yo? Pulni chiqqaningizda beraymi yo? Yo'q, hozir sekin cho'ntagimni solib ketsam bo'ladi. Bo'laveradi. Qaytib chiqasizmi qilib? Bunaqa taksiga qanday chiqmay bo'lmaydi? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yo'q, aka, sizni kutib turaman. Bo'ldi, men aka, bu o'zimiz turaversana. Albatta. Savolni qiyinini tayyorlab turaman. Ha, zo'rlarini topavering. Bo'ldi. Xo'p. Demak, ko'rib turibsizlar, haqiqatan ham bilimdonlar bu loyihamizda ishtirok etib,
nechi pul bo'lsa ham yutib olsalar bo'ladi, manzilga qadar chegara qo'yilmagan. Imkon qadar mijozni yutish uchun harakat qilib imkoniyat yaratib beryapmiz. Mana akani o'zlari ham chiqyaptilar. Demak, biz davom etamiz. Aka, Ha, bo'ldi. ketaverdingmi manzilga? Xo'p bo'ladi. Yopdimi yaxshi? Yana bitta. Obbo Javohir aka, biz o'ylagandan-da bilimdonroq chiqdingiz. Nima qilasiz? Samoga tashlab qo'yasizmi yo? Ha. O'rtada to'xtatavering. Siz manzilni qayersiz shu yerga manzilgacha yetkazib Aka, qo'yaman. menga bir kech-kecha birga yursa ham bo'laveradi. Lekin sizdan faqat siz emas, sizdan tashqari ham yurtdoshlarimiz bu loyihada qatnashish tarafdorimiz. Mayli. Bo'lsam samoga. Sekin yuravering aka, kameralar ko'p. Realchilar. Savol bor yana? Albatta savolimiz bor. Hozir meni ikkita olib tashlash variantim turibdi. To'g'rimi? Mayli. Hop. Mayli. Endi o'z turizm bo'ladimi shunda? Ha, Yo'qmi, yo'q. 2x da o'ynaymiz. Hop. Bu syomkalar yana qachon bo'ladi aka keyingisi? Bir kuni taksida loyihasi barcha ijtimoiy tarmoqlardan qidirib topishingiz mumkin. YouTube'ga qo'yiladi. Albatta, YouTube, Instagram va boshqa sahifalarga joylanadi. Demak, Javohir aka El Clasico bo'yicha gaplashayotgandik siz bilan. Navbatdagi savolimiz sizni haqiqatdan ham o'ylantirishiga men ishonib turibman va yutishingizni tarafdoriman. Diqqat qiling, 2010-yili 2010-yili El Clasico'da 5-0 hisobida g'alaba qozongan jamoa qaysi edi? 2010-yil. Ha, variantlar beraymi, aytasiz? El Clasico, to'g'rimi? O'zi ikkita variantimiz bor. O'zi ikkita variantingiz bor. Realmi yo Barsami deydi-yu. Hozir o'shani ikkitasini emas, bittasini olib tashlaylik. Bo'laveradimi? Ya. Variantlar ichidan ikki donasini. 2010-yili 5-0 ga Barsa yutgan. Bo'ldi, boshqa o'zgartirmayman. Xato bo'lsa bo'lmasa o'ylab o'tirmayman. Chunki o'sha yili Barsa вообще gegemon tarkib bilan bo'lgan. Endi Barsachilar tan olish kerak. Xafa bo'lmaysizlar. Real bo'lib turib, Ha. Barsa degani qanday o'rnayapsiz? Haqiqatni aytish kerak-da. Adekvat qarayapman, adekvat. Nimalarga qodir realchilar ko'ryapsizlarmi? Yo'q, agar mana shu Variantlar taqdim etaman. A. Real Madrid, B. Barselona, C. Real Betis, D. Sevilla. El Clasico o'ynadi deyapsiz, to'g'rimi? Bo'ldi, u Real Betis bilan Sevilla o'ynamaydi. Real va Barsa. Real yutmagan 5-0 ga u yili. Chunki Ronaldo endi kelgan payti Barsa yutgan. Turizmni belgilari kelmayapti. Bo'laveradimi? Yo, beramiz, muammo yo'q. Biroz yo'lga. Ha, Navruzbek. Xo'sh. Real Hurmatli mijoz. Silib ketadi aka, realchilar. Realchilarga tashab qo'yinglar. Ava haqiqiy fanat ekansiz. Futbolni haqiqiy fanati ekansiz. Voy, sekin aka, shoshilasiz. Bir kuni taksida Javohir akam hozir. Aka, tezlashtiraylik, yana bitta savol yuraylik. Xo'p, hozir turizmni sanaguncha vaqt ketadi. Umumiy hisobda pul sanab beraveraman. Bo'laveradimi? Bitta g'ijimlab olsamchi? Yo'q. Unda sizni odobingizga realni odobiga to'g'ri kelmaydi. Ha, bo'ldi. Tayyormisiz? Ha. Barsa yutgan. Javob to'g'ri aka. Yo'q-ku? Gap yo'q. Gap yo'q. Aytyapman, biz hayratlanmaymiz. Hozir bu qo'yiladi, reels qilib, ha? Albatta qo'yiladi. Hayratlanmaymiz. Real o'zi doim shunaqa silib kelgan. Xo'p, diqqat qiling. Qaysi futbolchi El Clasico'da ikki xil klub libosida maydonga tushgan? Ikkita variant to'plashaylik. Endi bo'ladi. Variantlar beraman. Oldin eshitib ko'rasiz. Yo, ikki dona variant beraman. Oldin eshitaychi qani? Yo'q, sizga taklif. Ikkitasini olib tashlab ayting, siz olib tashlab aytaman. Yo'q, birinchi ayting, shunga qarab olib tashlang. Xo'p, A. Luis Figo, B. Ronaldo Nazario, C. Samuel Eto'o bo'ladimi? Ha, Eto'o. Ha, Eto'o. D. Javier Savillo. Voy, yomon qiyin ekan. Ikkitasini olib tashlaylik. Ikkitasini olib tashlayapman aka. Diqqat qiling. C. Samuel Eto'o va Luis Figo qolyapti. Luis Figo. Asos. Figo просто Eto'o Realda o'ynamagan. Men Ronaldo deb turdim. Ronaldo, Nazario deb turdim. Lekin uni olib tashladingiz bo'ldi endi. Figo. Shunda hozir siz 800 ming yutib olasizmi? Ha. Hozir turizmni ham berganingiz yo'q.
Şimdi 1 million 200 ming berasizmi общий to'xtaganimizda? Real taksi meni kechiringlar. Bu bola kuchliroq ekan. Futbolda yaxshi tushunar ekan bu bola. Men to'g'ri tushuninglar. Javob to'g'ri. Yo'q. Javob Buni bilardim. to'g'ri. Endi ham qiyinini beraman, Johir aka. Bilmaydi-yu, to'g'rimi? Yo'q. Bo'ldi, aka, beravering. Siz yaxshigina daromad bilan Hozir tushib ketasiz taksimizdan. Bundan tashqari yana 1 million 200 ming, to'g'rimi? Ha. Bu yerda men 50, 100, 200, to'g'rimi? 350 bor, yana 1,5 million. Yo'q. Hozir topsam shunda 1 million 600 ming berasizmi? Ha. Ha, bo'ldi. Hech qanaqa muammo yo'q. Umumiy pullaringizga qo'shib 2xda ketaveramiz. Anaqa YouTube bormi aka? Albatta bor. Qo'ysak bo'ladimi? YouTube? Hala Madrid degan ashulani qo'ysak bo'ladimi? Diqqat. El Clasico tarixda birinchi o'yin qachon o'tkazilgan? Xo'p, 1008 variantlar bering. Xo'p, diqqat. A 1905-yili, B 1923-yili, C 1902-yili, D 1911-yili. Eng ertasi qaysi bo'lyapti? 1902 bo'lyaptimi shunda? Ha. O'sha 1905 deylik, mayli. A variantda qolmoqchisiz. Ha, El Clasico tarixda birinchi o'yinni 1905-yili o'tkazgan demoqchisiz, a? Bu telefon qo'y, aka. Do'stimga qo'ng'iroq yo'q. Hech qanaqa imkoniyatingiz 1 million yo'q. 100 ming so'm qilaylik. Yo'q, o'yin tartibi o'zgarmaydi. Xo'p. Real taksi men o'rnimga boshqa odam topishinglar ham mumkin. Yo'q, aka, qaytib chiqmaymiz bu bolani. Bloklab qo'yinglar nomerini deb. Yaxshi fikr berdi lekin. Hazil albatta. Lekin keyingi chiqqaningizda albatta futbol haqida siz bilan gaplashmayman. Bo'ldi, shunaqa qiling aka. Gaplashmayman. Demak, El Clasico birinchi marotaba 1905-yil o'tkazilgan degan javobda qoldingiz. Va javob noto'g'ri. Futbol muzikasini qo'yibdi. Xo'p, Johirjon, javob noto'g'ri. To'g'ri javobni bilganlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Barchachilar nima bo'lsa jo'natamiz, kommentariyaga nima bo'lsa jo'natamiz. Ha, endi bitta xatoyimizni kutib yasharganda barchachilar ham. Johir aka, hop, umumiy hisobda necha pul yutib oldingiz? Umumiy hisobda hozir 350 ku. Siz menga 1 million 200 ming berishingiz kerak. 1 million 550 ming so'm. Ham yo'lkiraga bermayman-a? Yo'lkiraga bermaysiz, mutlaq. Faqat bir dona iltimosimiz bor. Bir kuni taksida loyihasini sahifasiga, Instagram sahifasiga obuna bo'lib qo'yishingiz kerak. Aka, ko'zingiz oldida tashlayman. Ha, 4 ta profildan tashlayman. Bunaqa taksi nima edi? Bir kunda? Bir kuni taksida. Bir kuni taksi. Tur qattiq. Yana tanishlarim ham tashlagan. Yo'q, Tobora ommalashib bormoqda. Mana. Follow. Mana. Uje ura sola sol. Johir aka, 1200 ming berib olsangizmi? Sana berasizmi? Sana beraman. Yo'q. Yomon gapga checham olagansiz lekin, bor. 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. Sana ekan. Stories qo'yarsiz ham mayli aka. Yo'q, mana sana. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 Ana joyini qo'y. 10 Madrid. 500 ming. Hop. Sanani ham olaveramiz aka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Maslahat. Realchilar chiqsa endi bundan keyin 33 34 35 36 37 38 Assalomu alaykum hammaga. Mana Ozodbekda 5 6 7 8 9 sanashyapti bir kunda taksilar. 10 11 12 13 Общий 1 million 14 15 16 550 17 ming so'm yutib oldim, ha?
18, 19, 20. Rahmat hammaga, Navruz aka. Sizga rahmat aka. Aka xush kelibsiz. Bo'ldi, hozir. Xo'p, mana 500 ming berdim, yana 700 ming beryapman. Hozir mana akamiz chiqmasa bilan Yo'qmi, yo'q. Mana endi qirrasi bilan uradigan bo'ldi, aka. Xo'p, umumiy hisobda navbatdagi mijozimiz 1 million 500 1 million 550 ming so'm yutib oldilar. Endi mana xolis odam sifatida ukamisiz, akammisiz, do'stimisiz, loyihamiz haqida fikrlaringiz? Aka, bitta savol bor. Tugagandan keyin o'y ketaysam 3 kishi to'xtatmaydimi? Yo'q, nimaga? Pulni qaytaman. Yo'q, hech ham bunaqa bo'lmaydi. To'g'risi aka, men kutmadim lekin bundan bo'lishini-yu. Agar rostdan shunday bo'lsa, har kun chaqirib turib, kimga kerak emas bu? Aka $100 dan ko'p topdim hozirmi? Shu Real futbol ko'rgach, futbol aka qarang. Hamma aytadi, futbol nom bermaydi, nom berar ekan. Lekin har xil o'yinlarga pul tikib, bu pulni noto'g'ri sarflash tarafdori emasmiz. Buni albatta oilangiz va o'zingizni ilmingizni ziyoda qilishga, kami ko'zlaringizni ishlatasiz degan umiddamiz. Bo'ldi, lekin aka, Real taksi gap yo'q. Hozir bir kunlik daromad. Johir aka, xush kelibsiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Xafa bo'lmaysiz-a? Nimaga xafa bo'laman? Yo'q, endi baribir. Xush kelibsiz. Charchamanglar. Xush kelibsiz, rahmat. Xush kelibsiz. Bir yarim million. Nimalar qilib qo'ydim? Demayman, sababi bir chimodan yana pulimiz bor. Navbatdagi mijoz tomon yo'l olamiz. Muhimi siz kayfiyatni ko'taring. Kommentariyaga qanaqa fikringiz bo'lsa yozib qoldiringlar. Biz qaysi hududda o'ynaylik? Kommentariyaga yozinglar, borib ana shu hududda o'ynaymiz. Pul mutlaqo chegaralanmagan. Bilimdonlar faqat yaxshi daromad topadi. Bugun farg'onaliklar ancha bilimdonligini bildirishdi. Keyingi sonimizni Andijonda olamiz. Diqqat qilinglar. Kommentariyaga eng zo'r komment qoldirgan mijozimizni o'zimiz oldiga borib, mana shu o'yinda ishtirok etishlarini ta'minlaymiz. Andijon. Kommentariyada qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bir kuni taksida loyihasi keyingi lokatsiyamiz Andijonliklar uchun. Navruz Magripov, Real Taksi kompaniyasi. Ko'rishguncha omad.